Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, aka-ukalar, obunachilar. Xudo xolasa mana yangi ishimizni boshladik. Hozir o'zimizda Oltiariqdamiz, oqimi boyibdi. Va obyektimiz ham mana tugadi. Xudo xolasa quyib oldik. Shu 120-125 kvadrat atrofida ekan. Ekan piltani usti ekan 8-10 qilib qo'ydik. Tomga pena quyish, penalonboz. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Xo'p, bu mahsulotimiz tarkibida mana suv quyiladi, gips bo'ladi, semen qo'shiladi, keyin penasi bor, penasini qo'shiladi. Shular aralashmasi quyiladi. Mana bu joylarimiz ham hozir quyib ketilgan joylar, mana bemalol sizlar yurilib ko'rishingiz mumkin. Buni qatishi 5 minut 10 minutda qatiydi, qurishiga vaqt kerak bo'ladi. 15 kun 20 kunda qurib ketadi. Buni quyganimizdan keyin ertasiga bemalol tom ochiq bo'lsa, tomni ham yopsa bo'laveradi, pataloyni ham qilsa bo'laveradi. Shu qurishiga, lekin o'zini asosiyli qurib ketishiga 15 kun 20 kun vaqt kerak bo'ladi. Hozir bolalar quyishyapti, joyimiz qolgan bu tarafda, naqlarimiz bo'ldi mana. Shu taraflarimiz ham ustilari qoldi, bir qator quyib olingan, yamab. Mana endi uringa chiqarish qolgani. Shuni suyuq holatda bo'ladi, shuni quyilaveradi. Yamab olgandan keyin mana ko'rib turibsizlar, o'zi past baland joyiga mana bemalol kelaveradi mana. Shu 4 metr, 3 metr, 4 metr joydan shu joygacha mana oqib keldi o'zi. Bu yuqa bosilib qo'ygan loy suvolar ustiga ham bemalol 7-10 sm qilib quysa bo'ladi. Bu quyadigan narsamiz loydan 3 baravar yengil bo'ladi. Og'riq tushmaydi. Bemalol yuqa bosilib qo'ygan loy suvolar ustidan ham 7 sm yoki 10 sm qilib quysa bo'laveradi. Vassan ustiga bo'lsa shu uylarga 10 quyapmiz, 10-15 sm gacha. Loy suvolni bemalol ortig'ini ham vazifasini bajaradi. Issiq sovuqda yaxshi qo'ydi izolyatsiyani. Hozir bu joyimiz pilta, shuning uchun dimoxod qo'ymadik. Agar to'sinli vassalli joylar bo'lsa, xonani katta kishiligiga qarab dimoxod qo'yib ketamiz. 2 tadan yoki 4 tadan qilib dimoxod qo'yib yuboriladi, dimlanib qolmasinga. Mana o'zi past joyiga oqib kelyapti, urug'ini chiqadi shunda. Xudo xolasa yorilmaydi bu narsa, vassasi yaxshi qoqilgan bo'lsa, tagi yorilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda chiqdi, juda chiroyli chiqdi. Farg'ona, Andijon, Namangan, xudo xolasa vodiy bo'ylab quyib beramiz. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlari aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.